Klaradan 31 mingga kirib yashashga tayyor bo'lgan 3 xonadan iborat bo'lgan uyni bunaqa narxga aniq topa olmaysiz azizlar. Shuning uchun bizga albatta podpiska bosib qo'yinglar. Shunaqangi arzon uylardan birinchi bo'lib xabardor bo'lishingiz mumkin. Eng qizig'i, agar bu uyni olmasangiz ham tanishlarga jo'natib qo'ying, balki ular olishi mumkin. Chunki bu narxga bunaqa uy shahar markazidan topa olmaysizlar. Men sizlarga hozir to'liq uylarni ko'rsatib o'taman. Uyimiz 3 xonadan iborat, umumiy kvadrati 72 kvadrat metr. Ushbu narx ichiga ko'rib turgan shu mebel va stollari ham qoladi. Remontlarini ko'ryapsizlar. Kirib yashashga tayyor. Navbatdagi xonamizga kiramiz. Bu xonamiz spanli bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu yerda ham remontlari yaxshi, hamda o'zini to'pli pollari ham bor ekan. Xullas bu uyda olsanglar, bemalol kirib yashaydigan sharoit. Chunki egalari hozir bu uyda yashab kelyapti. 3-xonamiz katta zal. Bu yerda ham ko'rib turgan shu ugoloylar qoladi. Bu yerdan televizorni olib chiqib ketadi hamda gilomni olib chiqib ketadi. Bu xonamizni remontini endi navbat kelgan ekan, o'zingizlar olib bitta remont qilib olasizlar. Muhimi 31 ming dollarga 3 xonali uy shahar markazidan topish o'ta qiyin, to'g'rimi? Shuning uchun videoga bitta like bosib qo'ying, bizni qo'llab-quvvatlash uchun. Bu sanuzel ko'ryapsizlar, kafillar bosib, unitazlar qo'yib, vannalari ham yaxshi holatda, bemalol kirib yashaydigan sharoit bor. Hamda bu yerda eng qizig'i, kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svetdan umuman muammosi yo'q. Ko'rib turganinglardek mana pechkalarda hozir gaz gurillab yonyapti. Xullas uyda olasizlar, dokumenti ham sotuvga tayyor. Pulni shunday shitir sanaysizlar, ertasi kuni sizlar nomerlarga o'tadi. Quyidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va bu uyni tezda xarid qilib olinglar. Manzilga keladigan bo'lsak, Clara Setken 36-dom. Aniq manzil esa Qonquyish yoki Spis Centerda yonida. Kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar.